Assalomu alaykum hammaga. Mana biz burlar jo'jalarimiz. Xudo xolasa oz qoldi bular. Oz qoldi. Yana ko'pini so'yib sotdik. Shunday ham sotdik. Sotilganini video qilib qo'yaman deyapman, o'zim vaqtim bo'lmayapti. Sababli qo'ya olmayapman. Xohlasa 40 tacha qoldi. Ertaga yana magazinga so'yib beramiz. 5-6 ta zakaz tushgan. Shunga so'yib borib beramiz, xudo xolasa. Oz qoldi, yana magazinlarga so'yib beryapmiz. O'zimizni magazinlar bor, shularga so'yib tarqatyapmiz. Endi buni optimga ham sotsa bo'lar ekan. Optimga hammasini olib ketar ekan, lekin sal arzonroq olishar ekan. Shu sababli biz magazinga o'tkazyapmiz. Sal qimmatroq sotamiz deb. Xolasa bular 3 kilodan o'tib ancha vaznab qoldi. Kuzatib turinglar, unda xolasa oxirida qancha rezultat bo'lganini ko'rsatamiz. Hisobini aytaman, qancha foyda bo'lganini. Kuzatishda davom etinglar, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar.